Ayni damda Toshkent viloyati Ohangaron shahrida Milliy sanoat zanjiri ko'rgazmasiga start berildi. Mazkur ko'rgazmada mahalliy ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy texnologiyalari hamda sanoat sohasidagi istiqbolli loyihalari namoyish etilmoqda. Ko'rgazma doirasida tog'-kon va geologiya sohasiga oid yuqori texnologik mahsulotlar, sanoat startaplari, ilmiy ishlanmalar hamda istiqbolli loyihalar namoyish etildi. Tadbirkorlarni davlat xaridlariga keng jalb etish hamda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkillashtirilgan. Ko'rgazmada shuningdek mahalliy kontentni kengaytirish, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, kafolatli xarid shartnomalari va yangi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish imkoniyatlari ham taqdim etildi. Ertalabdan boshlangan tadbirda shu vaqtgacha 20 ta tadbirkorga biz sertifikat rasmiylashtirishga muvaffaq bo'ldik. Sertifikatlarimiz bizda to'liq raqamlashtirilgan bo'lib va mana shunaqa QR'li sertifikatlarni chiqarib beryapmiz va bular o'z navbatida yirik davlat buyurtmalariga ega bo'lishyapti. Raqamlashganligini inobatga olsak, barcha tadbirkorlar bu yerda qatnashib turgan mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'z hujjatlarini, kerakli hujjatlarni elektron tarzda bizga yuklashyapti tizimimizga web orqali. Biz shu yer o'zida u sertifikatni rasmiylashtirib qo'llariga beryapmiz. 60 dan ziyod mahalliy ishlab chiqaruvchilar qatnashgan ushbu ko'rgazmada tadbirkorlar nafaqat o'z mahsulotlarini keng jamoatchilikka namoyish etishdi, balki yirik sanoat korxonalari va korporativ buyurtmachilar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish orqali istiqbolli shartnomalar va kooperatsiya kelishuvlariga erishish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. Olmaliq Xiva mexanika zavodi bugungi kunda temir yo'l vagonlari uchun Andijon mexanika zavodi bilan hamkorlikda 115 tonnali Dumkar vagonni ishlab chiqardi. Bu esa O'zbekistonda o'sha temir yo'l sohasiga ham biz ishlab chiqarish korxonasi bilan o'z hissamizni qo'shdik. Ko'rgazmada mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'zlashtirilishi rejalashtirilgan mahsulotlar taqdim etilarkan, korxonalar tomonidan yuzlab import mahsulotlari namoyish etiladi. Shuningdek, patentlangan dasturiy ta'minot mahsulotlari ham taklif etildi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash lozim, investitsiyaviy loyiha doirasida 3-mis boyitish fabrikasini ishga tushirilishi natijasida bir qator yangi korxonalar paydo bo'ldi hamda mavjud korxonalarning mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi sezilarli ravishda oshdi. Mis boyitish fabrikasini ishga tushirishda davlatimiz rahbarlari bevosita o'zlari ishtirok etib, bizga juda ham katta yana shijoat berib ketdilarki, yangi loyihalarni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari bilan birgalikda amalga oshirish. Va shu o'rinda ta'kidlab o'tgan narsalari, mana shunday fabrikalarni biz bugungi kunda xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikda agar qurgan bo'lsak, bundan keyingi quradigan 4-mis boyitish fabrikamizni o'z kuchlarimiz bilan va o'zimizni salohiyatimiz bilan, o'zimiz bilimimiz bilan qurish bo'yicha topshiriqlar berib o'tdilar. Ta'kidlash lozim, ushbu ko'rgazma iqtisodiyotni yuksaltirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy mahsulotlarni raqobatbardoshligini oshirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'lishi shubhasiz.